O'rtoqlar, mana shu yuzim to'g'ri beshiy oldi, mana shu ahvolga kelib qolgan edi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham achinarli holat, ayanchli. Bu narsa doktorlar aytishi bo'yicha stressdan bo'lgan. Menda stress qayerdan bo'lishi mumkin? Men mototsikl haydayman, tez yuraman, shtrafli ko'p to'layman. Bitta 1 yillik hisobini olsam, konkretni stressga tiqib qo'ydi. Bu holatdan chiqib ketishim uchun juda og'ir dorilarni qabul qilganman. Bu dorilar tabiiyki immunitetni rashatat qilib, dabdala qiladi. Shunaqa payt menga qayerdandir qo'limga mana bu asal, xurmochanga aralashgan asal qo'limga kelib qoldi. Buni muntazam 2 oy davomida iste'mol qildim. Sizlarga ko'p gapirmasdan ikkita katta plus to'g'risida aytib ketmoqchiman. Birinchidan, immunitetni baquvvat qiladi. Men o'zimda sezganman, uyqu yaxshi bo'ladi, kun davomida o'zinglarni tutishinglar. Ikkinchidan, bu erkaklik kuchini konkretni ko'taradi. Uylanmaganlar faqat me'yorda iste'mol qilishinglarni so'rab qolardim. Ikkinchisi, ayollar uchun polniy общий gormonal fon tug'ishga yordam beradi deyshadi. Endi men buni sinab ko'ra olmayman. Ayollar kerak bo'lsa, o'zingizlar sinab ko'rasizlar. Vitamin D3, K2 yosh bolalar uchun kerakli ozuqa. Eng asosiysi qora sedana. Qora sedana bilasizlar, ko'p dardlarga davo, ko'p foydalari bor, lekin biz hozir immunitet haqida gaplashyapmiz. Immunitetni moshina qilib ushlab turadi kun davomida, lekin bu narsani iste'mol qilish ko'pchiligi og'ir, tabiiy holatda bilasizlar, sokini vijmat qilib iste'mol qilish, lekin bu tabletkada shuni ichasizlar, tabiiy 100% kun davomida o'zingizlarni tetik his qilishingizga yordam beradi. Kimga qiziq bo'lsa, o'rtoqlar, ajr